bugungi videorolikimiz davomida Free Fire o'yinida Headshot 5 ning sirlarini ko'rib chiqamiz. Albatta videorolik sizga yoqadigan bo'lsa like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bundan xabar videoroliklar hali oldinda. Birinchi va eng katta Headshot 5 da qilinadigan xatolardan bittasi bu shunchaki ot qo'yish yoki umuman Headshot berishga harakat qilmaslik. Aslida do'stlar, Headshot berishimiz uchun otish tugmasini ozgina qiyshaytirib otamiz. Ko'rib turganingizdek hozir ko'rsatib berdim. Ko'ra olmaganlar uchun hozir yana qayta ko'rsatib beraman. Qaranglar, ozginagina mana otish tugmasini qiyshaytirib otamiz. Ko'rib turganingizdek headshot chiqyapti. Sizlar ham kuniga yarim soat trenirovka zalida shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Aslida ham asta-sekin o'xshay boshlaydi. Oz-ozdan o'rganib boringlar. Ikkinchi eng katta xatoyimiz bu o'rtadagi narsani dushmanimizga to'g'rilamasdan turib otishga harakat qilish. Borisda hech narsaga erisha olmaysiz, 100% dan 1% holatlardagina headshot chiqib qolishi mumkin. O'shaning uchun do'stlar shunchaki qizillab olib otishinglarni maslahat beraman. Shunda sizlarda ham normal headshot chiqa boshlaydi. Uchinchi xatoyimiz bu yaqin masofada pritsellab otish. Bu orqali sizlar hech narsaga erisha olmaysiz. Undan ko'ra do'stlar shunchaki yaqin masofada ham headshot berishimiz uchun otish tugmasini ozginagina ko'tarib qo'yamiz va mana shunday natija bo'ladi. To'rtinchi do'stlar, dushmanimiz shu holatda yugurib ketayotgan paytida biz ozginagina otish tugmasini qiyalatib ko'taradigan bo'lsak, bizda aniq natija bo'ladi. O'ng tomonga ham xuddi shunday ozginagina qiyalatib otamiz. Otish tugmasiga e'tibor beringlar. Ko'rib turganda aniq natija bo'ladi. O'shaning uchun Headshot 5 da ushbu usuldan foydalanishingizni maslahat beraman. Albatta natijasini ko'rasizlar. Ba'zi paytlarda bizda headshot chiqmay qoladi. O'sha paytlarda do'stlar, mana joystickimizni ozgina aylantirib oladigan bo'lsak, keyin otadigan bo'lsak, bizda natija bo'ladi, ya'ni headshot chiqadi. Bu usul aniq sizlarga foydasi tegadi. Mana shunday holatlarda bizga bitta personaj kerak bo'ladi, ya'ni dushmanimiz harakat qilib kelyapti, lekin biz tezkorlik bilan harakat qila olmayapmiz. O'sha paytda bizga bitta personaj kerak bo'ladi. Bilganlar albatta kommentariyada yozib qoldiramiz. Meni ham esimdan chiqib ketdi. Do'stlar, ushbu personaj orqali sizlar albatta mana shu joydan chiqib ketishingiz oson bo'ladi. Ya'ni ham otib, ham tezkorlik bilan harakat qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu personajni qo'yib qo'yishinglarni maslahat beraman. Hozir sizlarga men namuna ko'rsataman. Chap tomondagi video personaj yo'g'i, bori esa o'ng tomonda. Natijani ko'rib turibsizlar. Qaysi bir tezkorlik bilan harakat qilganini albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Bugungi videorolikimiz shunday iborat edi. Albatta videorolik sizga yoqqan bo'lsa like bosib, обязательно kanalimga